Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi mana Trenddagi tarafxon darvozamiz ideal holatda chiqdi. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on Gul qishlog'ida bo'ldi. Razmerlari eniga 3,5 metr, bo'yiga 3,30 qilib berganmiz. Materiallarga keladigan bo'lsak, yoniga har doimgidek o'ngon, urusta bo'lgan 2,5 stena, tagiga shiveler qilib berganmiz. Xo'p, listlarga keladigan bo'lsak, 2 qavat 2 listdan foydalanganmiz. Qovurg'a profillari 6 ga 4, 2 stenada bo'lgan u ham. Nerjenkalarni qo'yib berganmiz. Doimgidek Trenddagi zubr zamot ochilib yopilishlari idealni. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldirib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmatlar mutlaqo bepul.